abituriyent 1-11 kitobimizni geometriya qismidagi 113-mavzuga keldik. Ya'ni uchburchak tengsizligiga. Uchburchak tengizligi. Ya'ni uchburchak tengizligi deganda, xo'p. Ya'ni bu tomonlar A, B, C bo'ladi. Ya'ni xohlagan ikki tomon yig'indisi uchinchi tomondan katta bo'lishi kerak. Ya'ni A plus B C dan katta bo'lishi kerak. A plus C deganimiz B dan katta bo'lishi kerak. B plus C deganimiz A dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni bu shu narsamiz uchburchak tengsizligi deyiladi. Endi uchburchaklarda o'tkir burchakli uchburchak, to'g'ri burchakli uchburchak va o'tmas burchakli uchburchak bo'lish shartlari bor. Ya'ni A kvadrat plus B kvadrat teng C kvadratga. Ya'ni buni bilamizki, bu Pifagor teoremi emas. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak uchun urildi. Ya'ni 90 gradus. To'g'ri burchakli uchburchak, ya'ni u deb ketiraman. Endi to'g'ri burchak bo'lsa, endi o'tkir burchakni ko'ramiz. Ya'ni o'tkir burchakli uchburchakda A kvadrat plus B kvadrat C kvadratdan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni bu shunda o'tkir burchakli uchburchak bo'ladi. Endi A kvadrat plus B kvadrat kichik bo'lsa C kvadratdan, ya'ni 3-tomonning kvadratidan kichik bo'lsa, bu o'tmas burchak bo'ladi. O'tmas burchakli uchburchak. Uchburchak bo'ladi. Ya'ni shu shartlar bilan misollarimizni ishlasak bo'ladi. Birinchi misolimiz uchburchakning tomonlari 2x-1, x plus 3 va 8 ga teng. Bu uchburchakning hamma tomonlari butun sonlardan iborat deb hisoblab, nechta uchburchak yasash mumkin? Buni topishimiz uchun uchburchak tengsizligidan foydalanamiz. Ya'ni 2x-1 plus x plus 3 katta bo'lishi kerak 8 dan. 2x-1 plus 8 x plus 3 dan katta bo'lishi kerak. Endi x plus 3 plus 8 2x-1 dan kichik bo'lishi, katta bo'lishi kerak. Bu yerdan jami 3x keladi ekan. Jami 3x, bu yerda plus 2 bu tomonga o'tadi, 6 bo'lib qoladi. Ya'ni 8 dan 2 olinadi ekan. Demak, bu yerdan x ni o'zi qoladi ekan. Bu yerdan plus 7 bu tomonga o'tsa minus 4 bo'ladi ekan. Bu yerdan x ni bu tomonga o'tirsam, x kichik, jami plus o'tadi 12 dan. Demak, x 12 dan kichik va x 2 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni bu o'rtadagi qiymatimiz bu o'rinli emas. Ya'ni bu yerda 2 dan katta qiymatni ersida qo'yibdi x. Demak, 12 dan kichik bo'lishi kerak. Demak, x ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlari 2 dan 12 gacha bo'ladi ekan. Nechta uchburchak yasash mumkin? Demak, x ni qabul qilish mumkin bo'lgan. Ya'ni x bu yerda 3 ni, 4 ni, 5 ni, 6 ni, 7 ni, 8, 9, 10, 11, ya'ni shu qiymatlar 12 ni qabul qildim. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Demak, 9 ta uchburchak yasash mumkin ekan. Shunda javobimiz A javob bo'ladi. Keyingi misolimiz o'tmas burchakli uchburchak. Demak, o'tmas burchakli uchburchak yasashimiz kerak. Uchburchak eng katta tomoni 16 ga, qolgan ikki tomoni 8 va 3x plus 1 ga teng. Demak, 16 ga plus 8 ni qo'shganim 3x plus 1 dan katta bo'lishi kerak. 16 ga 3x plus 1 ni qo'shganim 8 dan katta bo'lishi kerak. 3x plus 1 ga 8 ni qo'shganim 16 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni shu tengsizlikni ishlab olamiz. Yana bu tomonga o'tiraman, 24 bo'ladi. Jami 16 dan 8 ni qo'shganimiz, demak, 1 ni olsak 23. X deganimiz kichik bo'lib qoladigan 23 taqsim 3 dan. Bu yerdan jami 17 keladi ekan.
Ya'ni x deganimiz katta bo'ladi ekan 8. Ya'ni bu yerda 17 dan 8 demak 9 minus 3 bo'ladi ekan. Shunda bu tomonda minus 3 keladi ekan. Ya'ni minus 3 dan katta son. Bu yerdan 3x plus bu yerdan jami 9 keladi ekan. Ya'ni bu yerdan 1 ga 8 ni qo'shamiz. 9 ni beradi. 16 dan 9 ni olsak 7 ga teng bo'ladi. Demak x deganimiz katta bo'lishi kerak 17 taqsim 3 dan. Ya'ni 7 taqsim 3 dan. 7 taqsim 3 dan katta bo'lishi kerak. Demak x ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlar bu yer uchun x tegishli 7 taqsim 3 dan 23 taqsim 3 gacha. Ya'ni shu qiymatda qabul qiladi. Endi o'tmas burchakli uchburchak bo'lgani sababli bu yerda eng katta tomon 16 ga teng. Ya'ni katta tomon a kvadrat plus b kvadrat s kvadratdan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni o'tmas burchakli uchburchak bo'lishi uchun. Ya'ni 8 ning kvadrati plus 3x plus 1 ning kaosda kvadrati kichik bo'lishi kerak 16 ning kvadratidan. Ya'ni eng katta tomon bu yerda 16 ga teng. Bu yer uchun ya'ni bu tengsizlikda ishlashimiz kerak. Ya'ni jam bu yerda 64 keladi plus 9x kvadrat plus 6x plus 1 ga. Bu yerdan 256 keladi. 9x kvadrat plus 6x ya'ni bu tomonga 256 minus bo'lib o'tadi. Ya'ni 256 dan 64 olganda 192. Ya'ni bu yerdan yana 1 bor, minus 1. Shu bilan minusda 191 ga teng bo'lib qoladi. Bu 0 dan kichik bo'lishi kerak. Endi bu tenglamani ishlaganimiz, ya'ni ishlasak x ni birinchisi, ya'ni birinchi qiymatimiz teng bo'ladi minusdan 1 minus 8 ildizosti 3 ga va taqsim 3. X ni ikkinchisi minusda 1 plus 8 ildizosti 3 taqsim 3 ga. Ya'ni bu yerda 0 dan kichik bo'lgan sababli ikkisini o'rtog'i, ya'ni minus. Demak bu yerda x ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymati minus 1 dan minus 8 ildizosti 3 taqsim 3 gacha va minus 1 dan plus 8 ildizosti 3 taqsim 3 gacha. Endi bu yerda buni taqribiy qiymati birinchisi, ya'ni buni taqribiy qiymati minusdan 4,9 ga teng bo'lsin. Ikkinchisining taqribiy qiymati 4,3 ga teng bo'lsin. Ya'ni x ni bu yerda qabul qilish mumkin bo'lgan minus 4,9 dan 4,3 gacha. Endi bu yerda eng kattasi, ya'ni 7 taqsim 3 deganimiz bu 2 dan kattaroq son. Ya'ni 2,3 degan son. Ya'ni bu sonimiz 7 dan katta. Masalan 7,2 desak bo'ladi. Demak, ikkalasini kesishgan nuqtasi, ya'ni x ni mumkin bo'lgan qiymat, 2,3 dan katta bo'lishi kerak va 4,3 gacha. Demak, umumiy javob shu oraliqda x ni qabul qilish kerak. Eng katta butun qiymat, demak bu yerda eng katta butun qiymat 4 ga teng. Ya'ni shu oraliqda eng katta butun qiymat 4 ga teng. Demak, javobimiz B javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz 3-misol. Shaklga ko'ra x nechta butun qiymat qabul qila oladi? Endi bizlar birinchi bu yerdan x deganimiz, ya'ni a, b, s uchburchak uchun qaraymiz. A, b, s uchburchak uchun qarasak. Uchburchak tenglikdan foydalanamiz. X deganimiz 7 plus 12 dan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda 7 ga 12 ni qo'shganimiz 19 dan kichik bo'lishi kerak va x katta bo'lishi kerak 5 dan. Keyingisi b, k, s uchburchak uchun qaraymiz endi. Bu yerdan x deganimiz kichik bo'lishi kerak 14 dan, x deganimiz katta bo'lishi kerak 2 dan. Endi bu yerda ikkalasiga ham urildi. Ya'ni x 5 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni bu 5 dan katta bo'lishi kerak va 14 dan kichik bo'lishi kerak. Demak, bu yerdan x 5 va 14 oralig'ida qabul qila oladi ekan. Ya'ni x nechta butun qiymat qabul qiladi? Demak, x ni o'rniga 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 qo'yaman. Ya'ni bu yerda jam 8 ta son qo'yib bilaman ekan. Shunda javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi misolimiz 4-misol. O'tkir burchakli uchburchakning ikki tomoni 5 va 9 ga teng. Uchburchakning 3-tomoni nechta butun qiymatlarni qabul qila oladi? Demak, 3-tomon x bo'lsin. X deganimiz kichik bo'lish kerak ekan. 5 va 9 yig'indisi jami 14 dan. X katta bo'lish kerak 4 dan. Demak, bu x bu yerda tegishli 4 u 14 araliqqa. Demak, shu araliqda qabul qiladi. Endi o'tkir burchakli uchburchak degani uchun 5 ning kvadrati plus 9 ning kvadrati kichik x ning kvadrati. Ya'ni qarama-qarshi. Bu yerda bu tomonga qarasa o'tmas burchakli bo'lib qoladi. O'tkir burchakli bo'lgani uchun bu tomonga qarash kerak. Demak, 5 ning kvadrati 25 plus 81 katta x ning kvadrati 81 ga 25 ni qo'shsa, bu yerda 106 x ning kvadrati. Demak, x bu yerda ilzosida 106 dan kichik son. Endi keyingisi 5 ning kvadrati plus x ning kvadrati 9 ning kvadratidan katta bo'lishi mumkin. Endi bu yerda 5 ning kvadrati plus x ning kvadrati. Ya'ni jami 25 plus x ning kvadrati katta 81. Demak, x kvadrat katta bo'lishi mumkin 56. Demak, x kvadrat 56 dan katta bo'lishi mumkin. X ilzosida 56. Demak, bu yerdan 106 dan jami 106 dan 10 dan kattaroq son chiqadi. Taqriban 10.2 chiqsin. 56 dan ham taqriban 7 dan katta yoki 7.5 degan son chiqishi mumkin. Demak, bu yerda uchburchak 3-tomon nechta butun qiymat qabul qila oladi? Demak, 7,5 dan 10.2, ya'ni 7 ilzosida 56 dan x 106 gacha bo'lgan sonlar orasidan qabul qila oladi ekan. Demak, x ning o'rniga 8 9 ni va 10 ni qo'ya olaman ekan. Shunda bu yerda 3 ta qiymat qabul qiladi ekan. Shunda javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi misolimiz 5-misol. ABC uchburchakning A burchagi o'tmas, A'si 9 va AB 12 bo'lsa, BC tomon qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarning eng kichik butun qiymatini toping. Demak, bu yerda x deganimiz kichik bo'lishi kerak. 9 va 12 ning yig'indisi, ya'ni uchburchak tengsizligidan foydalanib turibmiz. 21 dan x katta bo'lishi mumkin 3 dan. Bu endi uchburchak tengsizligi endi o'tmas burchakli uchburchak bo'lishi uchun ham x ning kvadrati katta bo'lishi kerak 9 ning kvadrati plus 12 ning kvadratidan. Bu yerda x kvadrat, ya'ni x 15 dan katta son bo'lishi kerak ekan. Demak, x ni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar 15 dan 21 gacha. Mumkin bo'lgan eng kichik butun qiymat. Demak, eng kichik butun qiymati bu yerda 16 ga teng. Shunda javobimiz B javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz kichik tomoni 13 va 9 ga teng bo'lgan o'tmas burchakli uchburchakning 3-tomoni nechta butun qiymatga ega bo'lishi mumkin? Demak, kichik tomonlari 13 va 9 ga teng ekan. Bu yerdan x ni qabul qilishi, ya'ni x kichik bo'lishi kerak 13 va 9 ning yig'indisidan, ya'ni uchburchak tengsizligidan foydalanib turibman. Bu yerdan jami 22 dan x katta bo'lishi kerak 4 dan. Demak, x bu yerda tegishli 4 u 22 araliqqa. Demak, x ning kvadrati 3-tomon eng katta tomon ekan, katta bo'lishi kerak 13 ning kvadrati, ya'ni 169 dan plus 81 ga. Demak, bu ikkalasini qo'shsam
250 kelar ekan. Shunda bu yerdan x deganimiz buni ildizdan chiqarib yazsam 5 ildiz osti 10. Demak 5 ildiz osti 10 dan katta bo'lishi kerak. Demak x tegishli ekan 5 ildiz osti 10 22 gacha. Ya'ni bu yerda oralikda 6 ta sonni qo'ysak bo'ladi. Ya'ni 10 dan ham kamida 3 dan kattaroq son chiqadi. Ya'ni 3.2 chiqishi mumkin. Ya'ni bu sonimiz ham 15 dan kattaroq son. Ya'ni 17 16 dan qo'yib başlaymiz. 16 17 18 19 20 va 21 ni qo'ya olaman. Demak 1 2 3 4 5 6 ta sonni qo'yib bilaman ekan. Shunda javobimiz C javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz 7-chi misol. O'tkir burchakli uchburchakning ikki tomoni 9 va 12 ga teng. Demak, ikki tomon 9 va 12 ga teng bo'lsin. Demak, x deganimiz kichik bo'lishi kerak. Jami 21 dan x deganimiz katta bo'lishi kerak 3 dan. Demak, bu yerda x tegishli 3 u 21 oralikqa. Ikkinchi holati bor. X kvadrat kichik bo'lishi kerak 9 ning kvadrati plus 12 ning kvadratidan. Ya'ni x kvadrat bu yerda jami 225 keladi. X deganimiz 15 dan kichik son bo'lishi kerak. Yana bir holati bor. Ya'ni x kvadrat plus 9 ning kvadrati 12 ning kvadratidan. Ya'ni 12 ning kvadrati katta bo'lishi kerak x kvadrat. Demak, bu yerda x plus 81 katta 144. X ning kvadrati 144 dan 81 ni olganimiz 3 63. Demak, x ning kvadrati 63. Ya'ni x deganimiz shunda 3 ildiz osti 7 ga teng bo'ladi. Demak, x deganimiz 3 ildiz osti 7 dan 15 gacha bo'lgan sonlarning oralig'ini qabul qiladi ekan. Demak, bu yerdan 3 ildiz osti 5 va 15 gacha. Bu yerdan 5 dan kamida 2 dan kattaroq son chiqadi. Demak, bu yerdan 2 1 chiqdi deb o'ylasam, ya'ni 2.2, ya'ni 6.6 bo'ldi. Demak, 6.6 dan 15 gacha bo'lgan sonlar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 va 14. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 7 ta sonni qo'ya olaman ekan. Shunda javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi misolimiz ABC uchburchakda AB demak uchburchak chizib olamiz. Demak, A, B, C uchburchak. AB deganimiz 10 ga teng ekan. BC deganimiz 17 ga teng ekan. Ichkarisidan bitta O nuqta tanlanib olibdi. Ya'ni OA va OC lar birlashtirilibdi. Shu nuqta O nuqta bo'lsin. Bu yer 5 ga teng ekan, bu yer 11 ga. Uchinchi tomonni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymat. Demak, bu yerdan xuddi shunday birinchi A, B, C uchburchak uchun uchburchak tengsizidan foydalanaman. Demak, x deganim kichik bo'lishi kerak 27 dan, x katta bo'lishi kerak 7 dan. Endi keyingisi A, O, C uchun yozaman. X kichik bo'lishi kerak 16 dan, x katta bo'lishi kerak 6 dan. Demak, bu yerda x tegishli bo'lishi kerak ekan, shunda 7 va 16 oralikda. Demak, 7 dan 16 gacha bo'lgan sonlar oralig'ida bo'ladi ekan. Shunda bu yerda butun qiymati, ya'ni x bu yerda butun qiymati 8 ta butun qiymati qabul qiladi. Shunda javobimiz C javob bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz 9-misol uchburchakning o'tmas burchagiga yopishgan tomonlari. Demak, yopishgan tomonlari 5 va 11 sm ga teng ekan. Shu uchburchakning katta tomoni nechta butun qiymat qabul qila oladi? Ya'ni uchburchak chizib olaylik.
misolimiz uchun. Biri 5 bo'lsin, biri 11 bo'lsin. Demak, bu yer so'rab qo'yibdi. Birinchi x kichik bo'lishi kerak. 5 bilan 11 ning yig'indisi, ya'ni 16 dan x katta bo'lishi kerak 6 dan. Demak, 6 va 16. Endi o'tmas bo'lgan sababli yana bir qoidasi bor. X ning kvadrati katta bo'lishi kerak 5 ning kvadrati plus 11 ning kvadratidan. Ya'ni bu yerdan x ning kvadrati 136 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni 136 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerdan 25 ning kvadrati 5 ning kvadrati 25 ga teng, 11 ning kvadrati 121 ga teng. Ya'ni ikkalasini qo'shsak 136 bo'ladi. Demak, x qiymati, ya'ni bu qiymatda 11,5 chiqishi mumkin. Ya'ni shunday son chiqishi mumkin. Demak, bu yerdan x ni qabul qilish mumkin bo'lgan. Demak, ilzosti 136 dan katta ekan x va 16 dan kichik ekan. Bu oralikda nechta son qo'yib bilamiz? Jami bu oralikda 3 ta son qo'yib bilamiz. Ya'ni bu yerdan 11,5 chiqsa, bu yerdan 4 ni qo'ya olamiz. 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4 ta qiymat ekan. Shunda javobimiz D javob bo'ladi. Keyingi misolimiz kichik tomonlari 13 va 9 ga teng bo'lgan o'tmas burchakli uchburchakning 3-tomoni nechta butun qiymatga ega bo'lishi mumkin? Demak, bu misolni 6-misol bilan bir xil ekan. Buni javobi C javob bo'ladi. Keyingi misolimiz yondagi uchburchakda x plus y ning qabul qilishi mumkin bo'lgan butun sonlar yig'indisini toping. Demak, birinchi uchburchak tengsizlik, ya'ni x plus y hamisha 5 dan katta bo'lishi kerak. Endi bu yerda x plus y deganimiz ham x plus y imiz, ya'ni katta uchburchak 10 va 8 ning yig'indisidan hamisha kichik bo'lishi kerak. 10 plus 8 ning yig'indisidan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni shuni sistema qilib ishlaymiz. X plus y deganimiz 5 dan katta, x plus y deganimiz 18 dan kichik. Demak, 5 dan katta ekan x plus y, kichik ekan 18 dan. Demak, shu oralikda x plus y imiz teng bo'ladigan 6, 7, 8, 9 va hokazo bo'ladi, 17 gacha keladigan. Demak, bu o'rtalikda bularning yig'indisi S teng 6 plus 17, ya'ni ikki chetki hadlar ko'paytirgan 2 ko'paytirgan jami 12 ta son. Jami shunda 138 ta bo'ladigan. Shunda bu yerdan 138 chiqadigan. Shunda javobimiz D javob bo'ladigan. Keyingi misolimiz 12-misol. Yondagi uchburchakda x plus y plus z ni qabul qilishi mumkin bo'lgan butun sonlar yig'indisini toping. Demak, x plus y katta bo'lishi kerak 6 dan. X plus z katta bo'lishi kerak 8 dan. Y plus z katta bo'lishi kerak ekan jami 4 dan. Endigi qiymat. Ya'ni x plus y 8 plus 4 dan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni 8, chunki bu tomonga qaraganda 8 va 4 bunga tashqi bo'lib turibdi. Demak, 8 plus 4 deganimiz 12 dan kichik bo'lishi kerak. Keyingisi x plus z deganimiz kichik bo'lishi kerak ekan 6 va 4 dan yig'indisi, ya'ni 10 dan. Keyingisi y plus z deganimiz kichik bo'lishi kerak 14 dan. Shu oralikda demak, bu yerdan 6 dan katta bo'lishi kerak x plus y imiz kichik bo'lishi kerak 12 dan. 8 dan katta bo'lishi kerak ekan x plus z imiz kichik bo'lishi kerak ekan 10 dan. Y, ya'ni 4 dan katta bo'lishi kerak ekan y plus z imiz
14 dan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni uchala sistemani bir-biriga qo'shib yuboraman. Qo'shib yuborsam, bu tomonda 18 keladi. Jami 6 ga 4 18. Bu yerdan jami har qaysini 2 dan keladi. X plus y plus z. Bu tomonni qo'shsam jami 36 keladi ekan. Shunda bu teng ikki tomonni 2 ga bo'lib yuborsam, bu tomonda 9 x plus y plus z kichik 18. Demak, 18 dan 9 gacha bo'lgan sonlar oralig'ida qabul qiladi ekan bu qiymatimiz. Demak, bu oralig'da 8 ta qiymat bor. Butun qiymat. Demak, javobimiz A javob bo'ladi ekan.